Avvalgi dasturlarimiz orqali xabar berganimizdek, 21-27 aprel kunlari butun respublikamiz bo'ylab kitobxonlik haftaligi o'tkazildi. O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida tashkil etilgan haftalikdan ko'zlangan maqsad aholi o'rtasida mutolaa madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashdir. Loyiha doirasida yozuvchi, shoirlar, san'at arboblari ishtirokida o'tkazilayotgan ijodiy uchrashuvlar respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Hududlardan muxbirlarimiz xabar qiladi. 5-Respublika kitobxonlik haftaligining ochilish marosimi Yunus Rajabiy nomidagi Jizzax viloyat musiqali drama teatrida bo'lib o'tdi. Tadbirda so'z olganlar yurtimizda kitob mutolaasini keng joriy etish, aholi, xususan yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish davlat siyosati darajasida targ'ib qilinayotgani, tarjima maktabini yuksaltirishga katta e'tibor qaratilayotganini alohida e'tirof etishdi. Tantanali ochilish marosimidan so'ng ijodkorlar jamoasi belgilangan reja bo'yicha hududlarga yo'l olishdi. G'alla-Orol tumanida tashkil etilgan ijodiy uchrashuvda yangi adabiyotlar va ijodga befarq bo'lmagan aholi vakillari jam bo'lishdi. Yozuvchi va shoirlar kitobning inson hayotidagi o'rni, tafakkur hamda ma'naviy yetuk bo'lib voyaga yetishida badiiy adabiyotning ahamiyati haqida fikr bildirishib, o'z ijod mahsullaridan namunalarni o'qib eshittirishdi. Ilm bilan, ma'rifat bilan yuksalgan davlat o'z o'rnida mana shu siyosiy maydonda ham o'z mavqeini mustahkamlab olmoqda. Bizani maqsadlarimizda mana yangi O'zbekiston strategiyasida ham yoki o'sha yangi O'zbekistonni oldiga qo'ygan yangi islohotlar qarorlarida ham yangi ma'naviy makon to'g'risidagi qarashlarimizda ham mana shu narsalar birinchi o'ringa qo'yilgan va mana shu nuqtai nazardan demak kitobxonlik haftaligi o'tayotgani juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Haftalik doirasida Paxtakor tumanida joylashgan harbiy qismda ham ijodkorlar jamoasi hamda muddatli harbiy xizmatchilar ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Amir Temur haqida keltirilgan ma'lumotlar, tarixda bo'lib o'tgan buyuk shaxslar haqida, mana yozuvchilar haqida, yozuvchi ayollarimiz haqida bir nechtalarni misol keltirib aytishdi. Haftalik davomida yangi kitob taqdimotlari, viktorinalar, kitob ko'rgazmalari o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. Kitobxonlik haftaligi yurtimiz bo'ylab davom etmoqda. Madina Ahmedova va Xobjon Abdug'aniyev hudud informatsion dasturi uchun.